Bu produksiyalarni ichib yurib, siz mana bu yerda 360 CV ga ega bo'ldingiz. Qarang, mana shuni 10%ni kompaniya sizga oylik qilib chiqarib beradi. Orqangizdan qarang, binar deyapmiz, binar degani ikki qo'l degani, ikki tomon bilan ishlaydi degani. Bu mana bunday bo'lib, mana bu qarindoshingiz, mana bu esa do'stlaringiz. Ashaka aytasizda, to'g'rimi? Qarindoshingiz ham keladi, sizda rezultat ko'rib. Mana bu do'stlaringiz ham keladi. Bular kelib qancha produksiya olsa, ashuni 10%ni yana sizga to'laydi kompaniya. Ya'ni bundan ham 10% to'laydi. Endi qarang, 10% bo'lganda qancha bo'ladi? Masalan, mana 10% sizga to'laganda bo'lyapti 306 ming. Mashinadan 3 tasi esa nima bo'ladi ekan? 918 ming. Mana shu uje 1 millionga yaqin pulni sizga kompaniya keyingi oylarda to'lab beryapti. Masalan, mana shu iyun oyida boshida kelgan bo'lsangiz, kelasi mana iyul deylik. Kelasi nimada ishlaylik? İyul, 1-iyuldan nima qilib turib, 10-iyul, 20-25 iyul qilib turib, mashina to'ldirib borsangiz, 3 ming, mana bu 3 million 60 ming. Orqangizdan siz rezultatingizni ko'rib odam keladigan bo'lsa va bu odamlarning orqasidan ham kelsa, mana shunday nimaga ega bo'lasiz. Ya'ni komanda образования. Komanda tashkil qilishga huquqli deydi-ku. Mana shu bu sizning orqangizdan kelgan odam komanda hisoblanadi sizga. Qarang. Endi mana shu odamlarni mana siz chaqirgan odam birinchi liniya, mana esa ikkinchi liniya deyiladi. Qarang, bundan tashqari, bu bizga mana bu to'lagani startovoy bonus deyiladi. Startovoy bonus sizga 10% уже nimaga to'ladi. Endi bu ikkosidan to'lagani ham yana organizatsionni, ya'ni tashkil qilganingiz uchun. Tashkil qilib endi nima qilyapsiz-ku? Orqadan odam olib keladi. Ana shunga tashkillashtiruvchi organizatsionni bonus. Bu ham 10% dan to'lanadi. Undan tashqari o'sha orqangizda bular ham orqasidan odam olib keldimi? Bunga o'sha siz lider bo'lasiz-da. Komandani lideri hisoblanib, liderskiy to'lanadi. Liderskiy bonus bittadan emas, ikkita liniyadan to'lanadi. Siz o'zingiz chaqirgan odamlaringizdan va mana ikkinchi liniya chaqirgan odamlaringizni chaqirganlaridan 25% to'lanadi. Qarang. Endi undan tashqari bizda 1 yilda 1 marta aktivatsiya bo'ladi. Bir yil mana bunoni oldingizmi, yil davomida ichib yuraverasiz. Yil davomida ichib turib, qaysi kuni reach bo'lgan bo'lsangiz, bugun partnyor bo'ldingizmi? Bir 20 kundan keyin o'sha reach bo'lasizmi? Ashi 20-iyuldan u yog'iga siz 1 yilga davr aktivatsiya qilib qo'yishingiz kerak. Masalan, siz katta oila bo'ladigan bo'lsa, biz katta oilamiz. 14 ta katta normal odam choy ichamiz, kuniga 3 ta paketikdan. Ashunga bizda tez-tez aktivatsiya bo'lib ketadi-da. Qarang. Endi aktivatsiya qancha bo'ladi? Aktiv, masalan, boshqa kompaniyalarda har nima qilganingiz uchun, tovar oborot qilganingiz uchun qo'shilib boradi. Bizda qo'shilmaydi, aksincha olinib ketadi. 330 CV ga. 330 CV ga mana aktiv qilinadi. Bu aktivchi qilishingiz bilan sizga buni 20%ni cashback qilib to'lanadi. 20% esa pодарок qilib to'lanadi. Bu cashback deganimiz naqd oylik. Naqd pul. 20% pодарок deganimiz mana shu produksiyamizdan xohlaganingizni olasizda. Sizga kerakli bo'lgan qaysi choy, kofe kerak bo'lsa, mana shuni pодарок qilib olasiz. Qarang. 20%, 40% sirasi sizga qaytdi aktivatsiyadan. Ya'ni mayatda qancha CV qoladi shunda 40% ni olib tashlaydigan bo'lsak.
Buni 100% deydigan bo'lsak 60% yine qoladi. To'g'rimi? Aşı 60% sizni bunday aytganda do'koningizni ushlab turadi. Yanagi yilga davr. Kelasi yil. Undan tashqari, bu aktivatsionniy bonusdan tashqari. Yana bizda premialnilar bor. Premialni qanday? Qarang, mukofot pullar. Premialni bonus deymiz. Mana shu monjicha o'chirib yuboraymi? Premialni bonus qachonki monani qarang. Mana sxemada, komandangizda. Bu tomoningizda mana buni ham olib keladi odam, bunisi ham olib keladi odam, mana bu ko'payib ketaveradi-da. Hamma ikki qo'l bilan ishlab ko'payib ketaveradi. Mana shu ko'payib ketib, mana bu yerda 28 ta to'liq kontrakt. Bu yerda ham 28 ta to'liq kontrakt. Bu deganimiz 10.000 CV tovar-оборот yoki bo'lmasa mana shu kontraktlar hisoblaymiz-da. Mana bunga kelganda biz birinchi siklni yopamiz. Sikl degani bu qaytalovchi degani. Ha, birinchi siklni yopganda, menejer statusi beriladi, sizga $300 mukofot puli beradi. Bunga yetib kelgunizcha siz o'sha mono komanda orqasidan siz $3000 olib qo'yasiz. Mana. Mashinga yetguncha siz mana oylikda olib olasizda. Mana shu oylikda olganingizda sizga kompaniya $300 to'laydi. Mukofot puli. Endi bu siklni qaytalab turib, 10 sikl yopganimizda top menejerni beradi. Top menejerda siz $1000 olasiz. Mukofot pulini. $1000. Endi 20 sikl yopganda esa siz direktor bo'lasizda, bu yerda kruizga borasiz. Kruiz degani bu sayohat. Sayohat qayerlarga boraman deb o'ylaysiz? Yevropaga. Yevropaning Italiya, Ispaniya hamda Fransiya mamlakatlariga borib dam olib kelasiz. Katta laynerda. Endi buni yana qaytalab turib, 40 sikl qilganimizda biz bronzoviy direktor olamiz-da. Bu yerda bronzoviy direktorda qancha pul olamiz? $20,000 olamiz. O'sha nima bo'lyapti? Komanda kattayapti, komanda kattaygan sayin komandadan tushgan nima bilanlar o'sha yopilib qoladi. Bunaqangi o'z boshimchalik bilan bitta odam tirmashmaydi bunda. Mana shu tilingiz bilan pul topasiz-da. Rezultatingizni aytaverasiz, odamni chaqiraverasiz. Ana shu odam ham rezultat oladi, u ham boshqalarga aytaveradi. Necha aytganda, gap o'yin. Gap o'yin bilan ketadigan narsada. Qarang, biz mana qancha pul olib kelgan bo'lsak, 3,60,000 olib kelgan bo'lsak, mana shuni biz produksiya qilib olib ketamiz. Bungacha qaranglar. Mana shunga 360 TVga 10-12 korobka produksiya beradi. Produksiya beradi. Shuni to'liq olganingizda sizga plus 2 ta yoki 3 ta korobka podarib beriladi. Hozirda aytganimdek, malol kelmasligi uchun, boshqa odamlarga degustatsiya qilish uchun bemalol degustatsiya qilsin deb beriladi bu narsa. Qaranglar. Shunchalik bo'lgandan keyin sizni choy, kofengizni ichgandan keyin albatta haligi yoqadigan choy, kofelar yoqmay qolmagan shu paytga davr rezultatdan beradi. Rezultat ba'zilargacha mana kecha yaqinda xuddi mana shu yerda o'tirib olib gapirmaydigan bola ekan, xotini gapirar ekan. Kelib a'zo bo'lishdi o'tgan shanba kuni. Bozor dushanba, seshanba o'tib, chorshanba kuni rezultat bilan kelishdi. Haligi bolada asma ekan, bir xayli asma ekan, ana shu tozalabdi-da. Shunaqa menda nimalar chiqyapti, balg'amlar chiqyapti. Hattoki burnimdan chiqib ketyapti, ko'zlarimdan nima chiqib ketyapti deb, ashuna deb menga jalb qilib keldi-da.
Zaten yana iç, ko'proq iç, butanoq qilib ezib ichavergin, ilojini qilsang shamasini ham. Hop. İlgari kuni bizni nimaga chaqirdi-da, Damashqin Kurshovka uyiga chaqirdi. Borib, o'sha yerda mahallasidagilar bilan chiroyli qilib o'sha uchrashuv o'tkazib keldik. Ular ham qiziqib qolishdi. Rehalni asmani bunaqa tez tuzalganini ko'rganmisizlar? Bu xronический narsa. Tuzalmaydi. Har 6 oyda bansiya borib yotib kelinaveradi. Yana 6 oyda kelasan deb aytilaveradi. Bu esa to'liq tozaladida. Otasi ham gapirmaydi ekan, u odam daviyangiz ko'tarib ketardi ekan. Borib haligi otaxondan so'rasak, meni boshim mazza dedi. Mazza qilib yuribman, boshim og'rimayapti dedi. Qaranglar, shunday ishlab yurib, biz 60 siklni yopamiz. Yopganimizda biz Srebrenniy direktor bo'lamiz. Srebrenniy direktor endi qancha oladi? $60,000 oladi. 100 siklni yopganda, 100 siklni Zolotoy direktor bo'ladi-da, $100,000 mukofot pul oladi. Mana 150 sikl yopganda esa bu yerda brilliant bo'ladi-da, bu brilliant bo'lganda 40 karatlik katta brosh oladi sovg'aga. Undan tashqari mayda 100,000 mukofot puli yana oladi. 200 siklni yopganda bu yerda Corona brilliant, Corona brilliant bo'ladi. Yana mana 3 martadan $100,000 olganda уже qaranglar. Komanda образования уже qaranglar qanchalik bo'lyapti? Qancha tarqagan sayin. Mana yerda masalan aytaylik, 1000 ta odamingiz bo'lsin, 1000 ta odamingiz bo'lsin. Buni 1001-chini siz o'zingizga lichnik qilib yozsangiz bo'ladi. Mana lichnikdan nima bo'lyapti? Katta dohod tushyapti. Mana shu katta dohodlarning ta'sirida biz mana shu yerga yetib kelamizda. Biz o'zimizda jon ko'tara olmaymiz. Komanda orqali bo'ladi hamma narsa. Shunga hech bir qiylanmasdangina ishlaymizda. 300-siklda esa Corona ambasador nimasiga yetib kelamiz statusiga. Bunda esa bizni kompaniya pensiyaga chiqaradi. Qani kim aytadi, qancha pensiya bilan chiqish mumkin? Shunchalik mukofotlarda olganda. Endi bu mukofotlarda albatta muhlati bor. Agar tez harakat qilsangiz 6 oyda, 8 oyda chiqishingiz mumkin mana nimalarga. Yoki bo'lmasa uzog'i bilan 1 yilda bundan bunga erishishingiz mumkin-da. Lekin mana komanda qancha kattaygan sayin tezroq sikllar yopiladi-da. Pensiyani qaranglar. $4,000 olamiz. Oyiga butun umrga. Butun umrga. O'lguncha olasiz buni. Lekin o'lganda bu to'xtaydi-da. Mo 301-sikldan bolaga 601-sikldan esa nevaraga. Nima deb o'ylaysizlar? Meros. Biz mana shunga ishlayapmiz-da. Shuni xohlab ishlayapmiz. Qaranglar.